Yo hammaga, bugun sizlar bilan Sheyx. Do'stlar, bugungi videomiz nimadan iborat desanglar, bugungi videomiz albatta DXX ga kiramiz. DXX nima degani? Bu Facebook degani. Discorddan Facebookga albatta zaifga tashlaymiz. Agar zaifkamiz qabul bo'lsa, Facebookga kiramiz. Hozir qani Discordga boramiz. Discordga kiramiz albatta va zaifga tashlaymiz Facebookga. Mana do'stlar, Discordga kirib oldik. Ofitsialniy 38-serverda sitkasini olishlari kerak va DXX davlat xavfsizlik xizmatiga kirish. Bosamiz ustiga. Bosgandan keyin odamlarga qarab ko'chirib olamiz. Masalan, mana Muhammad Yoqubov ishsiz, mana petichka yaxshi qo'yibdilar. Petichka kim? Petichka BX Erkinov qo'yib degan. Bizlar ham endi jo'natamiz albatta. Hop. Endi Muhammad Toshor biz ham birdan boshlab ismimizni birinchi yozamiz. Ismimiz nima? Ismimiz Sheyx. O'yindagi ismimiz Sheyx. O'yindagi ismimiz Sheyx. Hop. Sheyx Temuriy. Ikkinchisi nima deyapti? Ishsiz deyapti. Biz ham ishsiz. 3 hammasi pastda deyapti. 3 qilamiz. Yo'q, to'xta, tochka bilan hammasi to'xta, katta harfni pastda bilan klaviatura dal bo'lgan. Hammasi pastda. 4-inchisi tak kuchukcha bilan BX tak kim lider bag'ri 8-rang BX Erkinov va yana to'rtga qilamiz. Yo'q. Qani yozilyapti? Katta tarkib, katta tarkib. Facebook yuqori tarkib. Yuqori tag qiranish bo'ladi. Mana Facebook yuqori tarkib. Mana endi yo'ramiz. Mana hammasini yo'rdik. Va keyin petichka qo'yishini kutamiz. Bekxani keyin ishga kiramiz. Petichka qo'ygandan keyin videoni davom ettiramiz. Mana korotchi bolalar, bizning zaifkamiz petichka qo'yildi. Endi biz hozir Facebookga boramiz. Qani grantga kirib hozir Facebookga boramiz. Qani ketdik. Mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Facebookga kirdik. Facebookga kirish juda oson. Discorddan zaifga tashlaysiz va zaifga tashlagan vaqtingiz Facebook hududiga kelib aytasiz va sizni ishga oladi. Hammaga xayr, sizlar bilan Sheyx bo'ldi.